Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah bugungi navbatdagi onlayn darsimizni ham boshlab oldik. Buning uchun Allohga hamd va sanolar, maqtov, olqishlar aytamiz. Azizlar, o'tgan darsimizda biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari mavzusida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilishlariga doir, aniqrog'i tug'ilganlaridan keyingi demak ayrim masalalar haqida suhbatlashib o'tgan edik. Jumladan Payg'ambarimizning tug'ilishlarida u zotning onalariga doyalik qilgan ayol haqida. Xo'p, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ism qo'yish masalasi, keyin u zotni emizdirilish masalasi, keyin u zotga enagalik qilgan ayollar haqida suhbatlashib o'tgan edik. Inshaalloh ana shu mavzuni kelgan joyidan davom ettiramiz. Ma'lumki, o'g'il bola tug'ilganda uni xatna masalasi bo'ladi. Bu unchalik dolzarb, ya'ni bilishimiz dolzarb bo'lmasa-da, lekin bilib qo'yishimizda manfaat borligi uchun va bu sirat kitoblarida bor bo'lgani uchun ham aytib o'tamizki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xatna masalasida 3 xil qavl bor ekan. Jumladan birinchisi vulida maxtunan, ya'ni u zot xatna bo'lgan hollarida, ya'ni sunnat bo'lib tug'ilganlar degan rivoyat. Ikkinchisi 7 kunlik bo'lganlarida bobolari Abdul Muttalib xatna qilgan degan rivoyat. Yana 3-chi rivoyat ham bor ekanki, bu g'arib bo'lsa-da, lekin ayrim kitoblarda uchrab qolar ekan. U ham bo'lsa, u haligi Shaqq Sodr voqeasi bo'ladi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 4 yoshlarida Banu Sa'd qabilasida yashayotganlarida Jabroil alayhissalom kelib, payg'ambarimizni ko'kraklarini yorib, yuraklarini olib, tozalab ketish voqeasi hali unga navbat keladi, batafsil gaplashamiz. O'shanda Jabroil alayhissalom shu Shaqq Sodr voqeasi bilan birga qo'shimcha u zotni xatna ham qilib ketadilar degan rivoyat ham bor ekan. 3-inchisi bu. Xo'p, endi ko'proq mashhuri birinchisi bilan ikkinchisi zikr qilinadi kitoblarda. Ba'zi kitoblarda demak o'sha xatna bo'lib tug'ilganlar, sunnat bo'lib tug'ilganlar onalarning qorinlaridan deyilsa, ikkinchisida yo'q. 7 kunlik chaqaloq bo'lganlarida bobolari Abdul Muttalib tarafidan demak xatna qilinganlar degan rivoyat. Endi hop buni ham ulamolarimiz o'rganib chiqishgan ekan. Hop, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri sahih deb o'rganib ko'rishsa, hop bu haqda birorta sahih rivoyat yo'q ekan. Kelgan rivoyatlarning hamma zaif ekan. Eng kuchlisi zaif ekan. Bo'lmasam zaifun jiddan, g'arib, boshqa rivoyatlar bor ekan. Endi modomiki sahih hadis yo'qmi, bu nima qilinadi endi? Endi tashih qilishning iloji bo'lmasa, deydilar ulamolarimiz, muhaqqiq ulamolarimiz, endi demak tarjih qilinadi deydilar. Tarjih o'sha zaif qavllar ichidan qaysi biri rojih, kuchli. O'sha kuchli yoki kuchliroq, demak haqiqatga yaqinroq, voqelikka yaqinroq, qaysi biri ustunroq, qaysi biri demak salmoqliroq degan o'sha ma'noni beradigan tarjih demak qoidasini ishga solishar ekanda. Shunda demak ba'zilar uni aytishsa, ba'zilar buni aytishadi. Qizig'i. Xo'p. Lekin ko'pchilik ahli tahqiq ulamolar, muhaqqiq ulamolar xo'p, demak ikkinchisini rojih, eng kamida arjah sanashar ekan. Ya'ni avvalo bu haqda kelgan rivoyatlarni mana ko'radigan bo'lsak, Ibn Abdul Bar degan mashhur olim zot o'tganlar, bu kishi Al-Isti'ab bi Hoshiyatil Isoba kitobida, keyin Alloma Suyuti, Hofiz Suyuti hazratlari, hop Tanvirul Havolik kitobida, Solihi Shomi degan juda kuchli olim zot o'tganlar, ayniqsa sirat bobida Subulul Huda va Rashod degan kitob yozganlar. Nihoyatda bir sharhlari bilan, tahqiqlari bilan o'zgacha bir 3 tomlik kitob.
hatto ayrim ustozlar mana shu kitobni o'qigan odam bo'ldi, boshqa kitob o'qimasa ham bo'ladi deganlar ham bor. Albatta mubolag'ali gap, albatta, lekin shu darajada komil, shomil kitob. Keyin Shayx Muhammad Sha'roviy hazratlari, Misrlik, zamonamizning eng mashhur mufassirlaridan bo'lgan zot, demak As-Siratun Nabawiyya degan kitob yozganlar. Aniqrog'i ma'ruza qilganlar, uni keyin shogirdlari uni demak qog'ozga tushirishgan keyin ovozli ma'lumotlarni. Xo'p, bundan tashqari haligi Pokistonda o'tkazilgan 1976-yil Sirat, yangi yozilgan sirat kitoblari musobaqasida birinchi o'rinni olgan Safiyur Rahman Muborakfuriyning Ar-Rahiqul Maxtum kitobi va shunga o'xshagan kitoblarda kelgan rivoyatga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 kunlik bo'lganlarida bobolari Abdul Muttalib arablarning urf odatiga muvofiq demak xatna qiladi degan rivoyat. Haligi xatna qilingan holda demak vulida maxtunan sunnat bo'lib tug'ilganlar degan rivoyat ham bor. Bu ham kitoblarda keladi. Endi buni tahqiq qilgan ulamolardan eng buyuklaridan, mashhurlaridan Imom Zahabiy, Hofiz Zahabiy hazratlari xo'p, ana shu ikkita rivoyat haqida, ya'ni ikkita ma'lumot, ikkita demak masala haqida kelgan hamma rivoyatlarni to'plab, hammasini demak tahqiq qilganlaridan keyin xulosada aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 kunlik bo'lganlarida bobolari Abdul Muttalib xatna qilgan degan rivoyat xatna qilingan holda tug'ilganlar degan rivoyatdan kuchliroq, ya'ni rojih degan ekanlar. Xo'p, mana bu demak ma'lumot Shayx Muhammad Sha'roviy hazratlarining As-Siratun Nabawiyya kitoblarida ham kelgan ekan. Xo'p, endi masalan ba'zilar aytishi mumkin, bu u darajada dolzarb masala emas-ku. To'g'ri. Bu unaqa bahs etiladigan masala emas. Lekin bu yerda bitta nozik, muhim masala bor ekanki, xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xususiyatlari haqida, o'zlariga xos bo'lgan fazilatlari haqida yozilgan kitoblarga mana shu masala ham kiritilgan ekan. Mana Xasoisun Nabiy degan kitoblar bor. Payg'ambarimizning xususiyatlari. Masalan, xususiyat bilan fazilatning nima farqi bor desa, fazilat xo'p, bir kishida bo'lgan fazilat, boshqalarda ham bo'lishi mumkin. Ammo xususiyat faqat o'sha kishiga tegishli bo'ladi. O'shaning uchun o'sha kitoblarning nomlariga e'tibor berilsa, Xasoisun Nabiy va Fadoiluhu deb qo'yiladi. Ya'ni boshqa payg'ambarlarda ham bor bo'lgan fazilatlar payg'ambarimizda ham bo'lgan, shu bilan birga demak payg'ambarimizning o'zlariga xos bo'lgan fazilatlari ham alohida zikr qilinadiki, qizig'i ba'zi mana shu Xasoisun Nabiy haqida kitob yozgan olimlar payg'ambarimizning o'sha xatna bo'lib tug'ilganlar degan rivoyatlarini keltirib, bu payg'ambarimizga xos bo'lgan demak xususiyatlari, fazilatlari deganlar ham yo'qmas ekan. Bunga endi e'tiroz bildirib turib, demak muhaqqiq ayrim ulamolar birinchidan haligi gap, bu kuchsizroq gap bu. Ikkinchidan bu xatna bo'lib tug'ilish bu fazilat emas. Agar qolaversa payg'ambarimizning xususiyatlari ham emas. Agar payg'ambarimizga xos bo'lganda edi, boshqalar deb bo'lmaslik kerak edi, deydilar. Ana shu nuqtai nazardan bu ma'lumotni bilib qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli emas. Mana o'tgan safar gaplashib o'tdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida birinchi onalari emizadilar, 7 kun davomida, keyin sutlari yetmay qolgach, tugab qolgach degan sabab keltiriladi. Payg'ambarimizning demak amakilari Abu Lahabning o'sha payg'ambarimizning tug'ilishlarining xushxabarini keltirgani uchun ozod qilib yuborilgan cho'risi Suvayba o'sha paytda chaqalog'i bor bo'ladi. Demak, emizadigan ayol bo'lgani uchun begonadan ko'ra shu o'zimizni Suvayba emizsin deb 2 hafta davomida demak payg'ambarimizni emizdiradilar. Keyin Banu Sa'd qabilasidan Halima ona kelib payg'ambarimizni olib ketib, u yerda
demak uzoq vaqt emizadilar. Mana shu masala haqida gap ochilganda ba'zan savol beramiz. O'shanda payg'ambarimizni Halima ona necha yil emizadilar deganda biladiganlar 2 yil deydi. Haqiqatan o'sha paytda jahiliyat davri bo'lsa ham, islomdan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ni ham demak Halimani 2 yil emizadilarki, sababi o'sha paytdagi urfda to'liq emizish ham 2 yil bo'lgan ekan. Lekin ba'zilar buni yo o'qimaganidan, yo yaxshi o'qimaganidan necha yil o'shanda Halima ona payg'ambarimizni emizadi degan savol berilsa, darrov nimani eslaydi? Payg'ambarimiz Banu Sa'd qabilasida 4 yil yashaydilar. Demak 4 yil emizadi degan javobni ham berishadi. Bu albatta xato. Nima? 2 yil emizadilar. Bu masalan Ibn Ishoq rivoyati, yana boshqa bir qancha demak ahli siyarlar tarafidan rivoyat qilingan. Jumladan bu o'sha bizgacha yetib kelgan siyrat kitoblarining eng qadimgisi va mu'tabari, komil va shomili bo'lgan Ibn Hishomning As-Siratun Nabawiyya kitoblarida ham bu ma'lumot keladi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Nima uchun Halima ona payg'ambarimizni 2 yil emizgan bo'lsalar va Halima onaga payg'ambarimiz emizdirilish uchun yuborilgan bo'lsalar, nima uchun u yerda 4 yil qolib ketadilar? Deyilsa, o'tgan safar ham ozgina ishora qilib o'tdik, hammamiz bilamiz. Ya'ni o'sha 2 yil to'lganda, o'sha 2 yilgacha Halima ona o'sha ayrim rivoyatlarga qaraganda har 6 oyda Makkaga payg'ambarimizni olib kelib turar ekanlar. Olib kelib, o'sha obdon bir ko'rishtirib, yana qaytarib olib ketar ekanlar 2 yil davomida. Keyin 2 yil o'tgandan keyin o'sha payg'ambarimizning emizdirilish muddati tugagandan keyin Halima ona payg'ambarimizni Makkaga onalariga olib kelib topshiradi. Mana omonatinglarni qabul qilib olinglar. Vazifam bajardim. Xizmat haqlarini to'liq, chiroyli qilib oshig'i bilan oladilar. Ammo shu yerda keyin nima deydilar? Iltimos Muhammadni o'g'limma deydi Halima ona. Tug'magan, emizgan xolos. Lekin o'g'lidek bo'lib qolganda, yaxshi ko'rib qolganda, boshqa farzandlaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rib qolganda, o'g'limni menga bersangiz deb payg'ambarimizni tuqqan onalari Omina onamizdan so'raydi. Yaxshi unib o'sib kelyapti, mana e'tibor bering kabi bir qancha sabablarni keltiradida, o'sha yerda o'sha rivoyatlarda, kitoblarda kelgan ma'lumotga ko'ra Halima ona inni akhsha alayhi vaba'a Makka deydi. Men Muhammadga sallallohu alayhi vasallam Makka vabosi tegishidan qo'rqaman deydi. Omina onamiz ham o'sha Makka vabosidan qo'rqib payg'ambarimizni yana Halima ona bilan birga Banu Sa'd qabilasiga jo'natib yuboradilar deyiladi. Shu sabab keyin payg'ambarimiz u yerda yana 2 yil yashaydilar, Shaqq Sodr voqeasigacha. Xo'p, bu yerda bitta nozik masala bor. Haqiqatan o'sha rivoyatlar, o'sha Ibn Ishoqda ham kelgan, yana boshqa Bayhaqiy, yana qator bir qancha demak muhaddislar, ya'ni ahli hadis va ahli siyarlar tomonidan qilingan rivoyatlarga ko'ra, o'shanda Halima ona ham, Omina onamiz ham payg'ambarimizga Makka vabosi yetishidan, tegishidan qo'rqadilar degan rivoyat keladi. Makka vabosi, vaba'a Makka keladi. Kulminatsiya nuqtasi ana shu Makka vabosi. Uni ayrim tarjimonlar tarjima qilganda o'sha paytda Makkada vabo tarqalgan edi deb tarjima qilishadi. Yoki ayrim voizlar, domlalarimiz ma'ruza qilganlarida shu gapni aytishadi. Yoki ayrim arabiy kitoblarda ham ko'proq maqolalarda, internet sahifalarida shunga o'xshagan gap yoziladi. Ya'ni men sharhlab turib, haqiqatan o'sha paytda Makkada vabo tarqalgan edi, o'shaning uchun payg'ambarimizga shu temasin deb qaytarib yuborildi kabi gap. Qizig'i, barcha muhaqqiq ulamolar bir ovozdan aytishar ekanki, o'sha paytda Makkada vabo tarqalgani haqida birorta rivoyat yo'q ekan.
Ya mana, bor ekan-ku mana, vabo Makka turibdi-ku mana deyilsa, unga ham muhaqqiq ulamolarimiz javob berib aytishgan ekanki, bu vabo degani u taun, haligi o'lat kasali, karantin qilish shart bo'lgan kasallik emas. Vabo umumiy so'z. Xullas, yuqumli kasallikni qanaqa turlari bo'lsa, hammasiga vabo deyilaverar ekan. Hatto yana bitta ma'nosi, ob-havoni buzilishiga ham vabo so'zi ishlatilar ekan arab tilida. Bu biz o'zimizni o'zbekchada vaboni qanaqa ishlatilishidan kelib chiqib tushunmasligimiz kerak. Bu asli rivoyat arabcha bu. Demak, buni o'sha arab tili mutaxassislari, olimlari qanday tushuntirishgan, ana o'shanda tushunishimiz kerak ekan. Ular aytishar ekanki, birinchidan o'sha paytda Makkada vabo tarqalgani haqida birorta rivoyat yo'q. Agar haqiqatan ham o'shanda Makkada vabo tarqalganida edi, bu mutavotir darajada rivoyatlar, sahih rivoyatlar kelgan bo'lardi. Inkor qilib bo'lmaydigan darajada rivoyatlar kelgan bo'lardi. Endi buni nima deymiz desa, xo'p, buni Makka vabosidan qo'rqdi degan gapni qanday tushunamiz desa, o'sha paytda Makka ob-havosi yaxshi emasligi uchun degan ma'noda tushunishimiz kerak deb ta'kidlashar ekan muhaqqiq ulamolarimiz. Haqiqatan ham o'sha paytda Makkani ob-havosi haligi Banu Sa'd qabilasining ob-havosiga qaraganda yaxshi emas edi deb tushunish kerak ekan. Xuddi mana nima deydi, shahar havosi toqqa qaragan, tog' ob-havosiga qaraganda unchalik yaxshi emas. O'shaning uchun bir toqqa chiqib kelaylik, toza havoga chiqib kelaylik degan tushuncha bor-ku, o'sha tushunchada tushunishimiz kerak ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaytib Banu Sa'd qabilasiga ketdilar. Mana o'tgan safar ham ko'rsatgan edik, yana bir qarab qo'yamiz. Mana bu Toif shahri, Toifni tepa chap tomoni taxminan mana bu yerlarda nima? Makka shahri bo'lsa, mana bu Banu Sa'd qabilasi. Mana shu joyga, demak, mana Makkadan Toif orqali Banu Sa'd qabilasiga qaytib keladilar va bu yerda yana 2 yil 4 yoshlarigacha yashaydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 yoshlarida deyiladi. Shu yerda ham aytib ketaylik, Ibn Ishoq 3 yoshlarida demak degan ekan, Shaq sodir voqeasi bo'lgan paytda. Ba'zilar 4 yoshda, ba'zilar 5 yoshda degan rivoyatlar keladi. Ko'pchilik 4 yosh degan ekan. 3 yoshni ko'pchilik inkor qilishgan ekan. Endi 5 yosh desachi desa, 5 yosh ham unchalik noto'g'ri emas ekan. 4 yoshga to'lib 5 ga qarab ketgan odamni ham 5 yosh desa bo'ladi-yu. O'sha ma'noda ekan. Aslida 4 yoshga to'lib 5 ga qarab demak qadam qo'ygan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Banu Sa'dda yashab turgan paytlarida anorog'i ko'chada o'zlarining demak tug'ishgan aka-ukalari bilan, ko'proq akalari bilan, keyin o'sha mahalla ko'ydagi bolalar bilan o'sha qo'zilarni boqib yurganlarida deyiladi, Shaqqisodr voqeasi bo'lib o'tadi deyiladi. Bu voqeani hammamiz o'qiganmiz, bilamiz. Farishtalar kelib, Imom Muslim rivoyatiga ko'ra Jabroil alayhissalom kelib, o'zlari payg'ambarimizni ushlab, yerga yotqizib, 4 yoshli bolani ko'kraklarini, demak mo'jiza bo'ladi endi bu. Mo'jizaviy jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ya'ni ko'kraklari ochiladi, ichidan payg'ambarimizning yuraklari, qalblari olinadi. U yurak ham kesib, ichidagi qon, laxta qon olib tashlanadi va Jabroil alayhissalom o'zlari bilan birga olib kelgan tilla tog'oradagi, tilla tosdagi zamzam suvida o'sha yurakni yuvadilar. Yana qaytib tikib, joyiga qo'yib, o'sha terini ham tikib qo'yadilar deyiladi. Bu haqida kelgan rivoyatlar sahih. Bu inkor qilinmaydi. Bu demak bir qancha sahih rivoyatlar keladi. Imom Muslimda ham keladi, Ibn Ishoqda ham keladi, Ibn Hishomma demak Asiratun Nabaviy kitobida Ibn Ishoq rivoyati bo'lib, Ibn Hibbon ham rivoyat qilgan, sahih degan, Imom Hokim ham
al-Mustadrak kitoblarida rivoyat qilib sahih deganlar, Imom Zahabiy buni tasdiqlaganlar. Xullas, bu bo'lganmikin, bo'lmaganmikin, balkim zaifdir degan tushunchaga bormasligimiz kerak. Bu sahih bo'lgan, demak voqea sobit bo'lgan. Endi avvalo yuqorida aytganimizdek, bu mo'jiza bo'lgan. Bu mo'jiza. Buni oddiy biz qosir aqlimiz bilan buni tushunishimiz qiyin masala. Mo'jiza, agar biz aqlimiz yetsa, u mo'jiza bo'lmaydi. Agar biz ham qila olsak, u mo'jiza bo'lmaydi. Xo'p, demak bu mo'jiza. Endi qizig'i boshqalarga ham bir belgi, alomat bo'lsin degan hikmati bor deyishadi ulamolarimiz. O'sha payg'ambarimizning ko'kraklari tashqari tarafdan qaraganda o'sha kesilgan joyi, o'sha tikilgan joyi belgisi qolgan ekan. Ha. O'sha chandiq, shiram joylari qolgan ekan. Buni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu o'sha Imom Muslim rivoyatida kelgan, demak rivoyatda mana shu voqeani bayon qilib bo'lganlaridan keyin oxirida aytadilar. Anas ibn Malik payg'ambarimizning xodimlari bo'lgan-ku. Hatto uylarida o'sha payg'ambarimiz hatto kiyimlarini kiyayotganlarida, almashtirayotganlarida ham o'sha o'zlari xizmat qilib turganlar. O'sha payg'ambarimizni bir necha marta dedilar. Kiyimlarini yechib kiyayotganlarida o'sha ko'kraklari ustiga haligi kesilgan, tikilgan chiziqni men ko'rar edim deganlar. Bu ham sahih. Imom Muslimda keladi. Xo'p. Endi ba'zi ulamolarimiz payg'ambarimizning o'sha yuraklari ichidagi haligi laxta qon nima u degan savolga ko'pchilik ulamolar o'sha hadisda kelganidek hazzu shayton deyishadi. Shaytonning nasibasi deyishadi. Bu shayton nasibasi, uni bilmaymiz deyishadi. Nimaligini? Laxtaqon deyishadi. Ba'zi olimlar o'sha shaytonning nasibasidan murod, o'sha yurak ichidagi laxta qondan murod nafsi ammora deyishadi. Yomonlikka buyuruvchi, yomonlikka undovchi nafs bo'lgan o'sha. Mana shayton insonni vasvasa qiladi. O'sha insonda nima? Nafsi ammorasi bor bo'lgani uchun. O'shanga qarmoq tashiydi. O'shandan foydalanadi. Agar insonda nafsi ammora bo'lmasa, demak shayton vasvasa qila olmaydi. Yomon yo'lga boshlay olmaydi. Demak, o'sha Jibril alayhissalom payg'ambarimizning yuraklaridan olib tashlagan narsa ham nafsi ammora bo'lishi mumkin deyishadi. Ma'lumki, shayton payg'ambarimizni umuman vasvasa qila olmagan. Chunki payg'ambarimiz ma'sum bo'lganlar. Hamma payg'ambarlar qatori payg'ambarimiz ham ma'sum, ya'ni Allohning hifzida, himoyasida bo'lganlar. Shaytondan Alloh o'zi saqlagan, himoya qilgan. Endi sabablaridan biri o'laroq mana shuni ham aytishadi ulamolar. O'shanda payg'ambarimizning qalblaridagi nafsi ammora olib tashlanishi ham shayton u zotni vasvasa qila olmasligiga sabablardan biri bo'lishi mumkin deyishadi. Endi shu o'rinda bu nafs haqida demak qo'shimcha ma'lumotlarni aytib ketsak foydadan xoli bo'lmaydi. Ulamolarimiz aytishadiki, o'sha Qur'on, sunnat degan ma'lumotlardan kelib chiqib, insonning nafsi 3 xil bo'ladi deydilar. Birinchisi nafsi ammora, yomonlikka undovchi, buyuruvchi nafs. Ikkinchisi nafsi lavvoma, ya'ni nima? Malomatgo'y, malomat qiluvchi nafs. Ya'ni egasini o'sha bir gunoh, bir ayb ish qilib qo'ysa, malomat qiladigan. Nega bunday qilding deydigan nafs. Masalan, inson bir ayb ish qilib qo'ysa, ba'zan ichim tirnayapti, vijdonim qiynalyapti deydi-yu. Demak, o'sha nafsi lavvoma, malomat qilyapti uni. Uchinchisi nafsi mutmainna, xotirjam nafs. Masalan, bu qayerda kelgan ekan, shuni bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi degan
demak, tomoshabinlar uchun ham aytib ketamizki, nafsi ammora haqidagi ma'lumot Qur'oni Karimda Yusuf surasining 53-oyatida kelgan ekan. Astaizu billah. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima robbi. Agar Robbimning o'zi rahim qilmasa, albatta nafs yomonlikka buyuruvchidir. Yomonlikka undovchidir degan oyat. Bu nafsi ammora. Hop, nafsi lavvoma, malomatgo'y nafs bu Qiyomat surasining 2-oyatida kelgan ekan. Astaizu billah. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Malomatgo'y nafsga qasam. Uchinchisi nafsi mutmainna, xotirjam nafs, orom oluvchi nafs. Hop, haqidagi ma'lumot Qur'oni Karimda Fajr surasining 30-paradagi Fajr surasining 27-oyatida kelgan ekan. Astaizu billah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Qiyomat kuni solih mo'minlarga xitob qilib deyilur: ey xotirjam nafs. Demak, bu odamlar nafsi borasida 3 xil bo'lar ekan. Ko'proq odamlarda yomonlikka undovchi nafsi ammora bo'lar ekan. Xo'p, ba'zi odamlarda o'sha nafsini, demak, tarbiyalagani, jilovlagani uchun unda nafsi lavvoma, malomatgo'y nafs paydo bo'lar ekan. Endi demak, taqvosi ziyoda bo'lgani sari, ilmi ziyoda bo'lgani sari, iymoni ziyoda bo'lgani sari, e'tiqodi kuchaygani sari, ixlosi, Alloh rasuliga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'lgani sari, ibodati kuchaygani sari, Allohga qurbat hosil qilgani sari, yaqinlashgani sari, solih amallari ko'paygani sari, demak, uning nafsi mutmainna darajasiga chiqar ekan. Endi bu nafs solihlarning nafsi, avliyolarning nafsi. Eng yuqori darajada payg'ambarlarning nafsi. Oxirgi maksimal darajasi, demak, payg'ambarlarning nafsi shu mutmainna, xotirjam nafs bo'lar ekan. Masalan, buni bilish qiyin emas. Birinchi, ikkinchisini ajratish oson endi. Kim masalan bir ayb, gunoh ish qilsa, bir vijdoni qiynalmasa, ichi tirnamasa, demak uniki o'sha birinchisi bo'ladi. Ammora bo'ladi. Amr so'zdan kelib chiqqan. Yomonlikka buyuruvchi, yomonlikka undovchi. Endi kim ayb ish qilib qo'ysa, ichi tirnaladigan, vijdoni qiynaladigan bo'lsa, u ikkinchi darajada bo'lar ekan. Buni tushundik, lavvoma bo'ladi. Endi mutmainnasi qanaqa bo'lar ekan, xotirjam nafs deyilsa, mana kitoblarda o'qiymiz avliyolarni, solihlarni, sahobalarni o'limdan qo'rqmasliklarini, o'limga tayyor bo'lganlarini, o'lim kelganda oyog'ini uzatib yuborganlarini. Nima uchun? Qalblari xotirjam deb ularni. Ular Allohning oldidagi vazifalarni ham bajarib bo'lishgan, qarzlari qolmagan. Namozlarda ham qarz yo'q, ibodatlarda ham qarz yo'q. Masalan, farz, vojib, sunnatdan tashqari, mustahabdan tashqari nafillarni ham endi bajarib qo'yishgan. Undan tashqari nima? O'sha muomalat bobidagi, odamlar bilan bo'ladigan butun muomala, munosabatdagi oldi berdi, qarz qavola, hech kimdan qarz yo'q. Hech kimni xafa qilmagan. Xafa qilsa ham uzr so'ragan. Roziligini olgan darajada bo'ladi. Shu bilan birga hokisor bo'ladi, faxrlanmaydi, kibrlanmaydi, men zo'rman demaydi. Aksincha, hamma yaxshi, men yomon, hamma bug'doy, men somon deydi. Haqiqiy bo'ladi ularniki. Ularning qalblari xotirjam bo'lar ekan. Bizaga agar masalan o'lim alomati kelib qolsa, mana yaqinda mana kasal, ko'pchiligimiz kasal bo'lib, ba'zilarimiz nima, o'lim ajal ostonasidan qaytdik deydigan darajada masalan kasal bo'ldik.
tayyor emasligimizni bilib qoldikda o'limga. Allohdan so'raymizki, Alloh hammamizning nafslarimizni o'zi mutmainna, xotirjam nafslardan bo'lishini nasib etsin. Nafslarimizni ana shunday tarbiyalay oladigan darajada bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Xo'p. Davom etamiz. O'sha Shaqq Sodr voqeasida kelgan farishtalar. Ba'zi kitoblarda bitta farishta degan rivoyat keladi, xususan Imom Muslim rivoyatida. Imom Muslim rivoyati u Buxoriydan keyin turadi. Obro'si, sahihligi borasida. Va Imom Muslim rivoyat qildi desa, sahihmikan, zaifmikan degan savol ham tug'ilmaydi. Sahih, hammasi 100% sahih. Xuddi Imom Buxoriy Al-Jami' Sahih kitoblari kabi. Hop, yerda bitta farishta, Jabroil alayhissalom deyiladi. Haligi Anas ibn Malik rivoyatida. Hop, yana ayrim kitoblarda, masalan, sirat kitoblarida ko'proq, Nurul Yaqinda ham ikkita farishta deb keladi. Ammo dalili keltirilmaydi. Ismi ham keltirilmaydi. Ichidan bittasi Jabroil alayhissalom degan rivoyat ham kelmaydi. Ikkitasida. Ayrim sirat kitoblarida. O'shaning uchun ba'zilar ikkilanadi, savol berishadi. Hop, bahs ham qiladiganlar bor. Bu unaqa bahs qiladigan masala emas ekan. Farishtalar o'shanda adadi ikkita bo'lgan ekan. Bu rivoyat, mana yuqorida ham aytib o'tdik, Ibn Ishoqning rivoyati, Ibn Hibbon rivoyati, Imom Hokim rivoyati. Va yana masalan biz topmagan, bilmagan yana boshqa roviylar ham bo'lishi mumkin. Qolaversa bu rivoyatni Ibn Hibbon sahih degan ekanlar. Imom Hokim ham Al-Mustadrak ala Sahihayn kitobida sahih degan ekanlar. Va Imom Hokimning mana shu sahih degan gapini Imom Hofiz Zahabiy tasdiqlagan ekanlar. Wafaqahu Zahabiy deb keladi. Tasdiqlagan ekanlar. Ikkita farishta bo'lganiga. Demak, farishtalar soni ikkita. Muslimda bitta keldi-ku desa, nima? Shunaqa paytda ulamolar aytishadiki, bir sahih rivoyatda ikkita, bir sahih rivoyatda bitta kelgan bo'lsa, demak, u ikkita ekanini bildiradi. Haligi bitta degan rivoyat o'sha ikkitadan bittasini zikr qilgan bo'ladi. Mana bu yerda ochiq-oydin Jabroil alayhissalom o'zi bilan kifoyalanganlar, Anas ibn Malik rivoyat qilganlarida. Bu yerda bosh rolda Jabroil alayhissalom bo'lganlari uchun o'sha nimani aytib qo'yganlar. Bu iste'molda ham bor bu narsa. Masalan, kino haqida gapirganimizda, o'sha kino nomini eslolmasak, masalan, o'sha bosh roldagi qahramon nomini aytamiz-ku. Holbuki yerda qancha odam o'ynagan bo'ladi. Va hokazo, yana bir qancha misollar keltirsak bo'ladi. Demak, xulosa, o'sha Shaqq Sodr voqeasida kelgan farishtalar, qatnashgan farishtalar ikkita bo'lgan. Bittasi Jabroil alayhissalom bo'lganlar. Bo'ldi. O'sha Shaqq Sodr voqeasi nimaligini tushundik. Ana shu voqea necha marta bo'lgan? Ba'zi kitoblarda 2 marta. Mana hozir texnik xodimlarimizdan bittasi 1 marta dedi. Xo'p, ba'zi kitoblarda 3 marta deb keladi. Yana ba'zi kitoblarda 4 marta bo'lgan deb keladi. Bizning vazifamiz ana shuni, demak, to'g'risini, xulosasini bilib qo'yish. Xo'p. Muhaqqiq ulamolarimiz Shaqq Sodr voqealari haqida kelgan hamma rivoyatlarni jamlab turib aytishadiki, bu rivoyatlarga ko'ra 4 marta bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin bittasi u umuman qabul qilib bo'lmaydigan darajada ishonchsiz ekan. Ya'ni asli yo'q, asosi yo'q yoki to'qima. 4 marta degan gap bor-u, ammo kim aytgani noma'lum, isnodi yo'q. O'shaning uchun uni chiqarib tashlaymiz. Nechta qoldi? 3 ta qoldi. Xo'p. 3 tadan endi 3-inchisi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan sal oldin bo'lgan degan rivoyat ekan. Uni jumhur, balki jamohir
aksar muhaqqiq ulamolar bir ovozdan yo'q. Bu ham nima rivoyati ishonchli emas. Ya'ni qabul qilishga yaramaydi deyishgan ekan. Xo'p, o'shaning uchun mayli rivoyatlarda kelgan, lekin nima qabul qiladigan darajada emas. Nechta qoldi? 2 ta qoldi. Mana shu ikkitasi to'g'ri ekan. Shaq sodir voqeasi 2 marta bo'lgan ekan. Birinchisi mana shu, ya'ni payg'ambarimiz 4 yoshlarida Banu Sa'd qabilasida yashayotganlarida bo'lgan voqea. Hop, buni mana Imom Muslim, Ibn Hibbon, Ibn Ishoq, Imom Hokim va boshqalar rivoyat qilgan va sahih deyishgan. Tamam. Bu sobit. Ikkinchisi Me'roj kechasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam demak Me'rojga chiqqan kecha. Isro voqeasidan oldin. Hali u nima? Makkadan Quddusga borishlaridan oldin. Makkada, xossatan Ka'baning oldida, shunda Ka'baning yonida bo'lgan deyiladi. Hop, buni Imom Buxoriy va Imom Muslim va hokazo yana bir qancha muhaddislar rivoyat qilishgan ekan. Imom Buxoriy, Imom Muslim deyildimi? Bo'ldi, tamom. Boshqa muhaddislar nomini keltirmasa ham kifoya o'zi. O'shaning uchun Buxoriy, Muslim deb qo'yiladi yoki muttafaqun alayh bo'ldi. Endi bu Me'roj qachon bo'lgan desa, bu haqida bir qancha rivoyatlar bor. Joyi kelganda batafsil gaplashamiz. Hozir xulosasini aytib ketamiz. Rojih qavlga ko'ra qoblal hijrati bi sana. Hijratdan 1 yil oldin. Demak, payg'ambarimiz 53 yoshlarida hijrat qilgan bo'lsalar, 1 yil oldin 52 yoshlarida. Qamariy hisob bo'yicha 52 yosh bo'lganlarida bu ikkinchi voqea, ya'ni Me'roj voqeasi bo'lgan va mana shu Me'roj voqeasidan oldin Shaq sodir voqeasi ham bo'lgan. Xuddi shuningdek, bunda endi bitta farishta, Jabroil alayhisalom o'zlari zikr qilinadi. Hamma rivoyatlarda bir xil o'zlari kelganlar, yana xuddi shundoq, o'sha ko'kraklarini ochib, yuraklarini olib, yana bir tozalab, yana qaytib joyiga qo'yib qo'yganlar, joylab qo'yganlar deyiladi. Va buni hikmatlarini ham bayon qilib ulamolarimiz aytishadiki, bu voqeaning hikmati nima desa, birinchisi payg'ambarlikka tayyorlash bo'lsa, ikkinchisi Me'rojga chiqishlari uchun tayyorgarlik. Allohning huzuriga borish uchun, chiqishlari uchun tayyorgarlik deb ulamolarimiz hikmatlarini bayon qiladilar. Xo'p, davom etamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu Shaq sodir voqeasi bo'lganidan keyin Makkaga onalarining oldariga keladilar. Anorog'i bu voqeani ko'rgan, bilgan Halima ona qo'rqib ketadi. Chunki bu aqli yetmaydi nima bo'lganini. Bu ularga xabar yetkazib kelgan o'sha bolalar, 2 kishi keldida uni yotqizib olib, yuragini ochib, xullas bir narsa qilishdi degan gapni eshitib, umuman o'zini yo'qotib qo'yadi. Va omonatdorlik hissini qarangki, omonatdorligini qarangki, ya'ni beparvo emas ekanlar-da. Menga nima demagan ekanlar-da. Yo'q, bu axir Muhammad sallallohu alayhi va sallam meni qo'limda, uyimda omonat bo'lib turibdi. Birovning omonati bu. deb darrov payg'ambarimizni kiyintirib to'g'ri Makkaga nima olib borib onalariga topshirib, buni sababini mana shu Shaq sodir voqeasini hammasini batafsil aytib bergan ekan. Va o'sha paytda o'zida Halima ona ham, hop, demak, payg'ambarimizning onalari, Omina onamiz ham bu voqeani eshitganlar borki, masalan, payg'ambarimiz bobolari, Abdul Muttalib amakilari va hokazo kim eshitgan bo'lsa, hammalari payg'ambarimiz boshqa bolalarga o'xshamasliklarini, farqli bir zot ekanlarini ham demak payqashni boshlashgan ekan. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu
Banu Sa'd qabilasidan Makkaga qaytib kelganlaridan keyin 4 yosh bo'lgan bo'lsalar, onalarini endi nima tarbiyalarida o'sadilar, 6 yoshga yetgunlaricha deyiladi. Nega 6 yoshgacha desa, chunki 6 yoshga yetganlarida tuqqan onalari Omina onamiz vafot etadilar. Ana shu voqea qanday bo'lgan? O'qiganmiz, eshitganmiz, bir eslab olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 yoshga to'lganlarida onalari Omina onamiz payg'ambarimizni Makkadan Madinaga, Madina Makkani shimol tarafi, tepa tomonida, shu 400-450 kilometrlik masofada joylashgan Madinaga olib boradi. Maqsad nima? Nima uchun? Sabab nima deyilsa, chunki payg'ambarimizning otalari Abdulloh Madinada vafot qilgan edi. Qabrlari ham Madinada edi. Demak, Omina onamiz farzandlari payg'ambarimizning otalari Abdullohning qabrini ko'rsatish, ziyorat qilish, ko'rsatib qo'yish. Otangiz qabri mana shu yerda deb bir ko'rsatib bildirib qo'yish maqsadida borganlar deyiladi. Ikkinchisi, payg'ambarimizning Madinada tog'a urug'lari bor edi. Xazraj qabilasining Banu Najjar urug'i, anarog'i Banu Adi ibn Najjar urug'i deyiladi. Mana o'tgan darsda mana aytib o'tdik, nima uchun tog'a urug' deyilishlarini. Ya'ni payg'ambarimizning otalari Abdullohning demak otasi Abdul Muttalib, ya'ni payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalibning onalari Salmo Madinalik. Mana shu Xazraj qabilasining Banu Najjar urug'idan bo'lgan. Shuning uchun, demak, buvilari tarafdan bo'lgani uchun tog'a urug' deyiladi deb o'tgan safar aytgan edik. Ana shu tog'a urug', qarindosh urug'lari bilan ko'rishish, payg'ambarimizga ularni tanishtirish, payg'ambarimizni ularga tanishtirish, ularni payg'ambarimizga tanishtirish, ya'ni silai rahim maqsadida Omina onamiz payg'ambarimizni demak Madinaga olib borganlar deyiladi. Ana shu payg'ambarimizning demak birinchi marta Madinaga borishlari ekan. O'shanda hamma rivoyatlarda bir xil keladi, sobit bo'lganki, o'shanda Omina onamiz demak payg'ambarimizning enagalari, shunda payg'ambarimizga enaga Ummu Ayman radhiyallohu anha. Nimaga esa Omina onamizga xodima hisoblanadi. Demak, ana shu joriya hisoblanadi. Ummu Ayman radhiyallohu anha ham o'sha safarda hamroh bo'lgan deyiladi. Hamma rivoyatlarda bu ishonchli. Bunda ixtilof yo'q. O'shanda payg'ambarimiz 6 yosh bo'lgan bo'lsalar, Ummu Ayman radhiyallohu anha payg'ambarimizdan necha yosh katta edi? O'tgan darsda aytib o'tdik. 5-6 yosh. Shunda necha yosh bo'lgan bo'ladilar? 11-12 yosh. Qizcha hamroh bo'lar ekan. Endi ayrim kitoblarda, ayrim rivoyatlarda keladiki, o'shanda payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalib ham birga borgan Madinaga. Ya'ni o'zi olib borgan. Demak, kelini Omina onamizni, nevarasi payg'ambarimizni va Ummu Ayman demak payg'ambarimizning enagalarini o'zi olib borgan deyiladi. Abdul Muttalibning bu safarda ishtirok etgani ixtilofli masala. Xo'p, borgan deydiganlar, Abdul Muttalib ham borgan, o'zi bosh bo'lgan deydiganlar, ular aytishadiki, agar o'zi olib bormaganda bu bir ayol 11-12 yoshli qizcha va 6 yoshli bola bilan 400-450 kilometrlik masofaga borishi mumkin emas edi. Ilojisi yo'q edi. Shuning uchun Abdul Muttalib borgan degan rivoyatni qabul qilamiz deyishadi. Yo'q, bu Abdul Muttalib borgani haqidagi rivoyatlar unchalik sahih emas, ishonchli emas. Qabul qilishga kuchi yetmaydi bu rivoyatlarni. Deydigan olimlar aytishadiki, buni oddiy tushunishimiz kerak. O'shanda
bu demak beva ayol bo'lgan Omina onamiz demak ikkita yosh bola bilan borishi, ular o'zlari yolg'iz borib kelishmagan. U Makka bilan Madinani orasida yoki Shomga borib keladigan karvonlar bo'lgan. Qachon karvon chiqishi, yo'lga chiqishi oldindan e'lon qilingan. Hamma bilgan o'sha paytda. O'sha karvonga qo'shilib olib, billa borishadi va yana qaytishda qaysi karvon kelish kerak bo'lsa, o'shani keladigan muddatini, yo'lga chiqish muddatini kutib, yana qo'shilib olib, masalan, kelgan odamlar. Masalan, tijorat karvoni bilan birga borib kelishavergan. Bu nima? Bunaqa masofaga sanoqli odamlarning chiqishlari u voqelikka ham to'g'ri kelmaydi. Yirtqich hayvonlar bor, qaroqchilar bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin deb ular ham tushuntirishadi. Xullas, Abdulmuttalib borganmi, bormaganmi, payg'ambarimiz billa boradilar va u yerda 1 oy turadilar deyiladi rivoyatlarda. 1 oy turib, keyin endi safar qaridi, endi Makkaga qaytamiz deb Madinadan Makkaga, ya'ni shimoldan janubga, tepadan pastga qarab qaytayotganlarida Omina onamizga betoblik yetadi. Bemor bo'lib qoladilar, kasal bo'lib qoladilar deyiladi. Ayrim rivoyatlarda o'zi Madinada kasallik boshlanadi. O'shaning uchun tezroq Makkaga yetib olaylik deb shu sabab ham bo'lgan, o'sha Madinadan chiqib ketishlariga degan rivoyatlar ham keladi. Xullas, betoblik yetadi va Madina bilan Makkani orasidagi Abvo degan qishloqqa yetib kelganlarida bemorligi ziyoda bo'lib, yurishga ham holi qolmay, o'sha yerda yotib qolib, shu bilan o'sha joyda jonlari uziladi. Va o'sha yerda, o'sha Abvo qishlog'ida dafn qilinadilar deyiladi. Aksar kitoblarda bu Abvo qishlog'i Madina bilan Makkani orasida, baynal Madina va Makka deb keladi. Kamdan kam kitoblarda o'sha aniq ma'lumot beriladiki, bu Abvo qishlog'i Madinaga yaqinroq joyda joylashgan ekan. Makkaga qaraganda Madinaga yaqinroq. Aniqrog'i Madinadan 1 kunlik masofa. Agar yozda bo'lsa 1 kunlik, yozda kunduzi uzun bo'lgani uchun kuni bo'yi karvon yurishi kuni bo'yi bo'ladi. Ertalab yo'lga chiqib, kechqurun, demak to'xtab, dam olib, yurish bo'lgan. Yozda ko'proq yurish bo'ladi, o'shaning uchun 1 kunlik yo'l deyiladi. Qishda bo'lsa 1,5 kunlik yo'l deyiladi. Aniqrog'i 23 mil masofa ekan, Madina bilan Abvo qishlog'ining orasida. Bu hozirgi kilometr bilan hisoblaganda 42-43 kilometrga to'g'ri kelar ekan. Ana. Demak, buni ham bilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Qolaversa, hozir o'sha Abvo qishlog'i xalq tilida Abvo deyilsa-da, rasmiy o'sha Saudiya hukumati tarkibida yerida joylashgan, hozir rasman Xurayba vodiysi deyilar ekan. Xurayba vodiysi deyilar ekan o'sha joylar. Bu hozir bu demak Abvo qishlog'i Madinani qoq janubida, pastida emas, sal g'arbiy tomonida, chaproq tomonida. Demak, mana Madina tepada, Makka pastda bo'ladigan bo'lsa, demak, Abvo qishlog'i sal pastroqda, sal chaproqda, mana shundoq joyda joylashgan ekan. Aytganday, bu haqida mana xaritamiz ham bor. Shuni xaritani ko'rsatib o'ringlar. Ko'rindimi? Ana. Xo'p, mana bu Makka, Madina. Madina. Mana bu Makka bo'lsa, mana bu Abvo qishlog'i. Mana, sal chap tomonda mana. Joylashgan, dengizga yaqinroq, g'arbiy tomon. Dengizga yaqinroq joyda. Ana, Madinadan chiqishgan, xo'p, mana shu joyga, Abvoga kelganda, o'zi buni rassom chizganda endi, bu sal teparoqqa mana bu joyga chizsa ham yaxshi bo'lardi. Mana bu joyga. Madinaga yaqinroq qilib chizilganda yana yaxshiroq bo'lardi.
Hop. Ana ko'z oldimizga keldi. Bo'ldi. Endi qaytamiz. Shu Abvo qishlog'i o'sha paytdagi holati rivoyatlarda kelgan ekan. So'lim qishloq bo'lgan, ko'kalamzor qishloq bo'lgan, suvlari ko'p qishloq bo'lgan, daraxtzorlari ko'p qishloq bo'lgan degan ma'lumotlar keladi. Xo'p. Xullas, u yerdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka ga qaytib keladilar. Onalari, enagalari bilan birga, agar o'sha rivoyat sobit bo'lsa, bobolari bilan birga qaytib keladilar. O'zi otalaridan yetim holda tug'ilgan edilar. Tug'ilganlarida otalari vafot etib ketgan edi. Endi 6 yoshlarida onalaridan ham yetim qoldilar. Ya'ni butunlay yetim bo'ldilar. Balog'atga ham yetmasdan, boyaga ham yetmasdan. Xo'p, endi qarang, bu Allohning taqdiri-ku. Allohning irodasi-ku. Alloh shuni xohladi-ku. Allohning har bir irodasida, taqdirida hikmat bor-ku. Bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Ya'ni Alloh payg'ambarimizni o'sha yetim holda dunyoga kelishlari va 6 yoshga yetganlarida onalaridan ham yetim qolishlarini o'zi iroda qilgan. Va albatta bunda bir qancha hikmatlar bor. Buni har xil o'sha hikmatlarni ulamolar taxminan, ehtimol, mana bu degan nimalarni keltirishadi. Biz mana bu oyat Vat-Duha surasi, Zuho surasi 6-oyatini o'qiymiz. Astag'firu billah. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Robbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi? degan. Ya'ni Alloh payg'ambarimizni yetim, ya'ni otalaridan yetim holda tug'ilganlari va 6 yoshga yetganlarida onalaridan yetim qolganlariga ishora qilgan Qur'oni Karimda. Xo'p, buni mufassirlar tafsirlarda aytib o'tadilar. Ana shu yerda fa'awa boshpana bermadimi? deydi. Boshpana berishini mufassirlarimiz aytishadiki, o'sha onalaridan keyin payg'ambarimizni bobolari Abdul Muttalib o'z qaramog'iga oladi. Bobolaridan keyin amakilari o'z qaramog'iga oladi. Alloh taolo ana shunga ishora qilyapti deb mufassirlar bayon qilishadi. Ya'ni Allohni o'zi payg'ambarimizni ana shunday yetim bo'lib tug'ilishlari va 6 yoshlarida yetim bo'lishlarini iroda qilgan va o'zi himoyasida saqlagan, o'zi demak parvarish qilgan va payg'ambarlikka tayyorlab borgan Alloh taolo. Shu o'rinda yana bir qo'shimcha ma'lumot, ilova tarzida aytib ketamiz. Payg'ambarimizning onalari, ota-onalari musulmon bo'lganmi yoki kofir bo'lganmi degan masala ko'pchilikni qiziqtiradi. Bu aqidaviy masala. Hatto aqida ulamolari ham bu borada ixtilof qilishadi, bahs qilishadi, alohida boblar ochib kitoblarda bayon qilishadi. Biz rahmatli katta ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Hadis va hayot kitoblaridagi 7-juzdagi mana bu gaplari bilan kifoyalanamiz. Ahli sunna va jamoa ulamolarining aksari, ko'pchiligi bunday deyishadi. Payg'ambarimizning onalari jannatiydir. Chunki u kishi ahli fatratdir. Ahli fatratning jannatiy bo'lishida shubha yo'q deyishadi degan ekanlar. Ya'ni bu borada kelgan ulamolarni o'sha ixtiloflaridagi qavllaridan mana shu qavlni olgan ekanlar. Biz ham shuni olamiz. Ya'ni payg'ambarimizni demak xususan onalar haqida gap ketganda
u kishi ahli fatrat bo'lganlar deymiz. Ya'ni ahli fatrat degani ikkita payg'ambar orasida o'tgan. Ya'ni avvalgi payg'ambarning shariati ham yetib kelmagan, keyingi payg'ambarning demak shariati davriga yetib bormagan. Agar yetib borganda edi yoki avvalgi payg'ambarning shariati yetib kelganida edi, u albatta nima o'sha shariatga amal qilgan bo'lar edi deyiladi. Bu dalillari bir qancha nimalarni keltirishadi. Endi ba'zilar yo'q, unaqa emas, bunaqa deb e'tiroz bildirishlari mumkin, lekin biz bu bahsga kirmaymiz. Chunki bu borada ulamolarning bahslari juda ham katta. Bir shuni tagiga yeti, bir oxiriga yeti deb rosa izlandim. Bu boradagi o'sha ulamolarni, o'sha tahqiqlarini, bahslarini, bir alohida maqolalar, xo'p, berilgan nimalarni o'qib, ochig'i aqlim yetmay qoldi. Oxirga yeta olmadim. Bu masala misoli bir o'rmondek gap ekan. Ma'lumot haddan tashqari ko'p ekan, bahs ham ko'p ekan. O'rmonning ichiga kirib odam adashib qolgandek, adashib qolish ehtimoli bor ekan. Albatta mutaxassislar, katta olimlar oxirga yetgan, lekin siz bizga emas ekan demoqchiman. Siz biz bu masalaning ichiga kirmasligimiz yaxshi ekan. Aqlimiz ham, ilmimiz ham bunga nima yetmas ekan demoqchiman. Xo'p, demak, mana shu yerda suhbatga yakun yasaymiz. Kelgan demak mavzuyimiz o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bobolari Abdul Muttalib o'z qaramog'iga oladi. 6 yoshlarida. Onalarining vafotlaridan keyin. Ana shu yerga kelib to'xtadik. Inshaalloh kelgusi darsimizda shu yerdan yana davom ettiramiz. Xo'p, savol javob qilsak bo'ladimi? Qisqaroq bo'lsa ham qilaylik. Xo'p, haqiqatan bir qancha savollar kelgan bo'lmasam, xo'p, ya'ni payg'ambarimizni tushda ko'rish haqida bir qancha savollar kelgan ekan. O'shanga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edim, lekin unga ko'p vaqt ketib qoladi. Xo'p, qisqa savol javoblar bilan kifoyalanamiz. Ya'ni mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgan sanalari milodiy sana bo'yicha 632-yil. Agar tug'ilgan sanalarini ayirsak 61 yosh bo'lyapti. Manbalarda 63 yoshda vafot qilganlar deb yozilgan. Nega 61 yosh chiqyapti? 63 yoshda olamdan o'tganlar-ku degan savol. Bu yerda bu savol egasi o'sha shamsiy hisob bilan qamariy hisobni demak farqiga bormaganlari yoki bunga e'tibor bermaganlari ma'lum bo'lganini aytib o'tamiz. Ya'ni ikki xil hisob bor. Shamsiy va qamariy. Shamsiy bu yer sharini demak o'z o'q atrofida aylanishi bilan birga quyosh atrofida aylanishi hisobi. Qamariy hisob bo'ladigan bo'lsa, oyning yer atrofida aylanishi va ikkovi birgalikda quyosh atrofida aylanishi demak hisobi. Bu ilmiy hisob, bu fan hisobi. Bu shunchaki bir taxminiy hisob emas, bu aniq hisob-kitob. Xo'p, buni tafsilotga kirmaymiz, qisqacha aytadigan bo'lsak, shamsiy hisobda 32 yil o'tsa, qamariy hisobda 33 yil o'tadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana aksar kitoblarda mana bu savol bergan odam ham manbalarda 63 yosh deb berilgan degan gaplarni ham tasdiqlaydi. Haqiqatan aksar kitoblarda payg'ambarimiz 63 yosh yashaganlar, 63 yil yashaganlar, 63 yoshlarda vafot qilganlar degan ma'lumotlar keladi. Hatto o'shandan kelib chiqqan 63 yoshga yetgan odam payg'ambarlik oshini qiladi, yo, endi boshqa masala mayli. Xullas 63 yosh. Bu qamariy hisobda. Qamariy hisobda. Ya'ni oyi ham bir xil. O'sha demak hijriy qamariy taqvimdagi 3-oy Rabiul Avval oyda tug'ilganlar va 63-yili mana shu Rabiul Avval oyda vafot qilganlar. Oyi ham
hatto kunlari ham deyarli bir xil 63 yil yashaganlar. Endi buni shamsiy hisob bo'yicha hisoblasak, haligi 31 yilda 1 yil bu farq qilardi-yu. Ana o'shan bilan hisoblasak 61 yil bo'ladi. 2 yil minus qilinadi, olib tashladi. U bo'yicha hisoblansa, demak, payg'ambarimiz tug'ilgan oylari aprel oyida tug'ilgan bo'lsalar, aprel, may, iyun oyida o'sha bosh 6-kunlari, 6-iyun kunlari taxminan vafot qilgan bo'lsalar, shunda 61 yilu yo'q, 1,5 oy. Aprel, may, iyun. 1,5 oy. Ya'ni tug'ilishlari 19-23 aprel orasida bo'lsa, vafotlari 6-iyun atrofida bo'lsa, 1,5 oy bo'ladi. 61 yilu 1,5 oy yashaganlar deyiladi shamsiy hisob bo'yicha. Bo'ladimi? Yetadimi? Bugun yetadi inshaalloh. Bo'ldi. Subhanakallohumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohga hamd va sanolar, Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar va durud shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.